Bugungi obzorimizda o'zini konkurentlariga nisbatan arzonroq bo'lgan, lekin sifat borasida qolishmaydigan oilaviy, zamonaviy 7 kishili avtomobil Southwest S09 avtomobili haqida gaplashamiz. Oldi ko'rinishi monoqosh hamda radiator panjarasi atrofiga aylantirilgan linza faralar, yon qismida buriluvchan o'ziga xos faralar joylashtirilgan, oldi sensor datchiklari. Orqa ko'rinishi ancha chiroyli, lekin Southwest, Exit, Cherry hamda Jetour kompaniyalari bitta holding. Sifat hamda sotuv borasida bunda yuqoriroq. Yerdan balandligi 178 cm, uzunligi 485 cm hamda eniga 196 cm. Yerdan balandligi 20 cm. Ballonlari 20 razmerli Michelin ballonlar qo'yilgan zavodskoy holatda. Avtomobil yon qismida 360 kamera, slipovoy zona hamda sensorli beskulchovoy dostуп. Ichki salonni ko'rib o'tamiz. Avtomobilimiz eshigida yumshoq koja hamda 8 dinamikli Sony akustika ushlagichlarga e'tibor berasizlar, ancha chiroyli ishlangan. Multifunksional обогревli rul, kattakon monitor hamda беспроводный zaryadnik, avtohold. Barada xolodilnigi ham bor ekan, ikki tomonga ochiladi, ancha chiroyli ishlangan. Sidinalari prefaratsiya alkantaradan ishlangan koja. Orqa oldi sidinalari isitar ekan, oldi sovutadi ham ekan. Sizlarni Andijon shahar 80 metrlik ko'chadagi Southwest avtosalonida kutib qolamiz. O'zingizlar kelib, minib baho beringlar.